Assalomu alaykum hammaga. Hop, Captiva 3 motorimizga xudo xolisa temperaturasini pasaytirdik. Proverka jarayoni ketyapti. İşledi. Komandar ile ventilator bir уже ishladi. Suv gradus 90'da. Ventilator skorosti o'zgardi-da. Gradus mana sekin pasayapti. 88 da ventilator uchyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa, barcha turdagi avtomobillarga kompyuterni diagnostika programma tayyorlab yozib berish xizmatimiz bor. Kalit o'qitib berish xizmatlarimiz bor. Motor remont xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Kimda shu muammolar, misol uchun issiq kunlar boshlandi, suv qaynash muammolari kuzatilsa ham bemalol aloqa chiqarasizlar.